Yana bana spiske ber ketdilar, ro'yxat berdilar, shu ro'yxatga qo'shiqlarni deydi, tahlil etib bering, gap topib bering. O'rtoqlar, men gap topolmayman qo'shiqlari. Men faqat qo'shiqning ichidagi tushunarsiz so'zni o'zlaringizga qo'yib beraman qirqim. Sizlarga qiziqarli eshitilishi mumkin. Demak, ro'yxatimda birinchi nomerda turibdi ustoz san'atkorimiz Rahmatjon aka Qurbonov. Marhamat eshitamiz. Meniki dim yaxshi, sizniki nechik? Nechik? 50 yoshdan nechik? Qani ekologiya yomon deysizlar. Atdingki. Lekin bu baribir mendan durmaydi. 70 yoshga kelgandan keyin o'zgaradi bu qo'shiq. Hozir nechik o'tiribdi bu? Meniki dim yaxshi, sizniki nechik bo'lsa 70 yoshda sizniki dim yaxshi, meniki o'chik bo'ladi. Navro'z Sabirov qo'yib bergan Navro'z qo'shiqini. Ko'zimiz juda kech ochildi, afsus. Navro'z ertaroq o'ylanish kerak edi shuning uchun. Keyingi hofizimiz janob Rasul. Almadınız. Demak, sen uni ko'nglini topib bilmaysan. Agar ko'nglini topsang, telefoning olgan bo'lar edi. Hulkar Abdullayeva, men Hulkar akaga aytdim, Hulkar akaga dedim, paka-paklan aytdingiz, gap topib turibdilar. Gap topmaydan qo'shiq ayting dedim. Nechik dedi. To'ya boshlab ayting dedim. Nechik to'ya? Sunnat to'ya boshlab ayting dedim. Bo'ldi dedi. Sunnat to'ya boshlab qo'shiq aytib kepti. Eshitinglar. Chapqida chapilg'angina. Прямой. Zo'r-ku desam, domon bor dedi. Domini eshitmani yiqilib qolman. Qo'yib beringlar. Ishinde tiblikir deb durgangina. Qaltirab durgangina. Va Rahmat. Endi spiska ko'p, lekin vaqtimiz kam. Shuning uchun konsert dasturimizni davom qildiramiz. Yana bir muxlis bugun konsertimizni boshidan to oxiriga faqat muxlislardan kelgan savollarga javob beramiz o'zi. Yana bir savollarga javob bu komandadagi qolgan bolalar diplomatdan qolgan bolalar chiqmaymi dedi. Endi har kim har xil sabab bilan yonda yuribdi, lekin birdan tabriklamaga kelib turibdilar. Gelni men chiqaraveraman, hurmatli muxlislar. Ya jamoamizning eng yosh a'zosi Rahmatulloh Ramatov bu yildan boshlab juda ham jiddiy tarzda qat'iy ravishda universiteti oliygohga kirishga tayyorlanib boshladi. Podkursa qatnab boshladi rus tilidan, hozir o'rislarni gaplashina, buni gaplashina. Umuman farqi bo'lmay qoldi. Dumjolli bo'lib ketdi. O'zini taklif etaman. Marhamat, Rahmatulloh Ramatov. Time to run it all. I wake up. Yeah. Заткни sen, сухарик. Добрый вечер, дамы и не дамы, браты, сестры, мальчики, девчики, и, конечно, отец, мама. Поздравляю вас с Новым годом, 2017 годом. И, конечно, Arkadaki. задний год. Arka. Багажный год. O'tgan. Предыдущим 2016 Какие? годом. Поздравляю вас. Молодец. Спасибо вам большое. Ничего, брат, Тишка, Мишка, Кишмишка. Ey, Kısışka. Mürüme değilsen yarışka. Ничего, Язышка. Ötey bana. Jamoamizning yana bir a'zosi Sanjarbek Ismoilov yaqinda Fransiya dam olishga ketdi. U ham samolyoti bugun qo'ndi. Marhamat taklif etamiz Fransiyadan Sanjar Emmanuel. Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like Ruby. Straight to the stage, they love me. Mele. Kıskos, jaskos. Mele. Sanjar. Excuse me. Merci, monsieur.
Isabel. Oh, Megzi, Monsieur Sapargül. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, kadam, kahraman, öktem, yoldaş, kuandık. İzvalgaz, la Frances, was ribigir, suribigir, tfuey, nasıl söyleş? Sanjarbek, yaxshi keldingmi? Nelere bardın? Parij'e varıp geldim. Oo, Parij, Fransiya, ha? Yok, Fransa'ya varmadım, Parij'den kayıttım. İkisi başka devlet. Yok, Başka devlet. Qarab, geografiyani zo'r bilasan-ku, ha? Geografiyani bilemem, barganman, zor şer, manyakadır. Ha, seni bir nere bardı dediler? Ya, Üniversitete gitti, o'qishga kirmay, qaysi universitetda u? Parij'de bir Goethe diye üniversitet var ekan ku. Ha, girdingmi universitetga? Yok, Ha? yakmadım ha. Ana o dokument alıp oturgan kizana barıp durup, ben Özbekçe egzamin tapşıramam, ben Özbekçe alınma desem bana qarab durup, yok bize kuru Fransuzca alamızdı. Yaxshi, yine sen yok vaqtında konsert başladık bize yine şunu acayip. Gördüm özü iş konsertini görüp geldim ben. Bu ne konsert bu? Ha? Ha, konsertin adına qara. Jasur Rustamovic ve onun dostları stand-up show'muş. Ha, sen etip bilasanmi shuni konsert? Etip bilemen. Büyün tam bulamsan konsertin? Ava? Boldu ertang şunda 22'sinden 32'sine günün 50'sini ben koyamayacağım da. Ne oldu yani konsert o? Adına moylak kopma. Sancar Kudratovic ve onun komşuları. Sit down please diye. Boldu esa bana öttü yine tırla giyen. Hey boldu bu. Oh. Nişana pes. Ovoz sizadim zina qo'yib turmoq chiqib uradilar lekin. Tushunmadim. Hey, urushni qo'yaq shu endi. Urushni olib kerak yaxshi kunda. Jasur bize kaçan uruşkanmız ya? Yana bir jamoamizning a'zosi yaqinda uylangan, undan beri qo'ydik. Aziz Ahmedov bugun va nihoyat xotini ruxsat berdi, konsertga keldi u ham. Demak, kutib olasiz yaqinda uylangan Aziz Ahmedov. Uylanib söyle bir adam bu tövbe ettim. Salamlaş. Assalomu alaykum o'ylanganlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum ko'rmaganlar, shavirsa. Hey, no. Azizga kelib kelamiz bo'ydoqlar. Ya malades. Gap bo'lishi mumkin emas. Ey, tufalem. Hey tufu sana hoş. Nechik ey, o'zgarishlar zo'r-ku, chiroyli-ku ey. Yine tufalem yuzingdagi ugrilaring ketibdi. Yaqindagi kirlaring ketibdi. Qarnam ketdi-ku eldina qarab. Xotin bilan estafeta o'ynab yuribmizlar ya. Kim tezroq, ko'proq eldina chiqarib ayladi. O'ylanishni sen bulara tushuntirib ber. Bola neden biladi o'ylanmaganlar? O'zing o'ylandingdan, nechki o'ylanish? O'ylanish zo'r, aytib yuribsan ekan, qarab. O'ylanishni bilasanmi nechkiligini? Yo'q. O'ylanish degan lotereya o'xshaydi-dan bu. Shuning bir xalta zarli ilon. Shuning ichidan qo'lingga diqib, shuning ichidan bir dona zarsizini topib chiqarishning gapda u. Mana qarang shu qo'lni diqqan vaqtda mobodo zarli silib chiqsan ish bo'ladi. U seni qaynanang bo'ladi-dan, talla. Urishasizlar ekan xotin bilan ko'p qichqirishasizlar ekan, sen jar eshitib qopding-a. Gördüm hem gerek olsa. Yo'q, oqpachalar zo'q chiqmaydi dedi-ku. Yo'q. Dalanda ya qichqirishib turganlar. Aytib turganlarimizni, aytib turay, aytishaveramiz uni. Qichqirishamiz-ku. Xotin aytaman, xot men so'llayman. Men so'llagandan keyin oxirgi to'shganni men aytaman, shundan keyin razgovor окончен. So'llamaymi u? Xotin so'llamaydi, bo'ldi deb tan beradi. Nima deysan ya? Xotin nima? Bo'ldi, apparaman shu go'naking iltimos, yozorlar deyman. Hey, mendam shunday bo'ladi. Mendam shunday holat bo'ladi. Xotin, ya nirma deb so'llab beradi-ku. Nakazaniya beraman. Nakazaniya beraman. Jazo beraman xotina. Nirma deydingmi deyman? Xotin deyman. Shu aytganing uchun bugundan boshlab bir hafta o'zingni kiringni o'zing yuvasan deyman. O'zim bola.
Yaxshi, yaxshi, yomon emas ekan, Jasur, молодец. Jasur Rustamov stand up show. Maqara bu endi stand up degani bu dik turma stil degani bu. Ava stand up shu dik turmadan dik turib. Aha. Sen toza o'ylangansan, hali bilasan vaqt o'tib, ha, aytaman. Maqara. Agar shu stand up degani men o'zim bir stand up'im tayyorlab kelganman, agar ruxsat bersangiz. O'zing güldürasan. O'zim güldiraman. Qachon güldürasan? Hozir ishida, Danli Mamet. Biydami? Avo. Bo'ldi, boshlayver. E'lon etib beraman o'zing. O, marhamat, yakka guldirakchi Aziz Ahmedov. Assalomu alaykum. Sen aroq turasizmi? Men o'zim kurutnik yo'sanjakman-da. Bo'ldi, gap yo'q. Ha? Boshini e'lon etib ber. Yakka guldirakchi Aziz Ahmedov. Assalomu alaykum. Ko'cha bo'lsa-dan eslat olmasa, internet ishlab turib, svet kelmasa, baliqdan ham baliqxona ko'p bo'lsa, demak siz chakkadasiz. Aziz Ahmedov. Amalim. Demak, siz bilan bugun nov haqida so'rashacakman. Hamma biladigan biz uyda pishik boqamiz, pishik. Pishikimizning oti Bazik. Uni erkalab bazzi deb chaqiramiz. Ava shu to'ylar deydigan bazzi. To'shi topdingizlar. Aşı bir gün pişik kuxnyada go'sht yeb turibdi ekan, opam qaraydi, "Olsanga bu it dedidan qarasangizlar, pishga it deb turibdi." Sanjar o'zing tushunadingmi, bolasan-ku pishga it deb turibdi axir. Yur bazını göstermezsen. Akit. Nera? Şana ikit sen çıksın. Tushunmam, nima deb Yur. tursan? Akit apchiq tasha. Açık taşa. Mesela musulmonmi açık taşa? Ben nereye git deb tursan? Komandadan git deb turmisan? Hava get komanda. Ben yechera gitmayman, nima deb tursan? Getasan komandadan. Yetimmi? Get. Yetimmi? Get. Qara, men ketaman. Men ketaman, lekin sen baku, aytsa sen baku. Pushonmaysan. Pushonmaysan, tushundingmi? Ma getdiysan, pushonmaysan, so'tak. Baravar ütük. Kim utik? Kim utik? Sinfdoshlar ichida birinchi o'g'lim samolyotga mingan kim? Menmi? Moskva uchgan kim? Menmi? Ustiysan, sen meni 100 so'm so'ra, 100 so'm so'ra. Bo'ldi, men ketaman, lekin qarab tur, men qaytib kelaman shura. 23-martda kelaman shura. 23-martda kelaman, men boqib kelaman, shura yoniga kelaman. Damasda kelaman. Akam damas oldi. Damasda kelaman, sen o'yinda xo'jaligingda mashinami? Mashinami xo'jaligingda? Mashinami? Yaxshi qiz ko'rma, hammamiz bir qo'shiq aytaylik ya. Men o'zimni go'zaldan qo'shig'imni aytib beraymi? Yo'q. Go'zalim alaksan Aysha, tashdin yuraksan Aysha, qizlar ichra birgina o'zing keraksan Aysha, sevaman seni hey Aysha, sevara. Ashuni qo'shig'immi meni? Bo'ldi. Bazik. Demak, diplomat jamoasi to'liq tarkibda biz sahna ko'rishlarimizni boshlaymiz. Aziz, sen molsan. Sen eshaksan. Sen molsan. Eshaksan. Mol. Eshak. Mol. Eshak. Qarindosh ekansizlar-ku, urushib satasizlarmi? Demak, bizda navbatdagi sahna ko'rinishi ustaxonadagi holat. Marhamat. Sanmaga Mustaboa. Satim buziladi, shuni so'ttirjak edim. Satim buziladi. Uka sen jillimisan? Hang? Kallang ishimisan? Hang? Ko'rmisan yo? Hang? Ben sat ustasi emasman, ben sunnat ustasıyman. Yaxshi, bu eshigingizni ustuna sat osib qo'yibsiz ekan, shunga keldim. Navoz qo'ying. Yo'q, ayt, navoz qo'ying. Taklifingiz bormi? Demak, davom etamiz. Bizda keyingi sahna ko'rinishi stomatologiyadagi holat. Marhamat. Ha, o'zim javob berib beraymi? Alo, Jasur, neredasan? Bo'l tez chiq. Jasur zanit edi. Yaxshi ber turma, og'zim zanitmasdir axir. Yo'q, Jasurning og'zam zanit. Asa ayting, bo'shab urib bersin. Bo'ldi, men o'zim bo'ling, chetraqa chiqib tuflab urib beradi o'zi. Stomatologiyaman, Aziz. Ana endi bizda navbatdagi sahna ko'rinishi to'ylarda yigitlarning rasmga tushishi. Marhamat. Yigitlar tayyormisizlar? Tushirdim. Normalni birini ishlab beraman shundan. Ana endi ko'ramiz, xuddi shu to'yda qizlarni rasmga tushishni qiladi. Qizlar tayyormisizlar? To'xtang. Durishlar. Ina. Hav, o'xshamabdi. Bo'lmabdi. Makarnlar selfie tushamiz. Selfie. Avva, ay, Angelina Jolie. Botox. Tayyormisizlar? Asa boshladim. Hurmatli qizlar. Shunday deb rasmga to'xtataylik demasdan. Bizlar jaloba gap turibdi. Ayting u qizlara, bizlarni yangislamasinlar, o'xshat o'lmagan yerlarni g'ururimizni deyib deb turibdilar ana. Kim? O'rdaklar.
Aytadilar, jasur o'rdak bilan gaplashib o'tdilar. To'g'ri ekan-da. Ana endi bizda yana bir global mavzu. Hozirgi yigitlarimiz o'zlarini turli joylarda turli tutadilar. Demak, biz shuni istara hayvonlar misoldan ko'rsatib beramiz. Yigitlarimiz ota-onasi bilan gaplashganda nechik hayvonga o'xshab ketadilar. Ana endi ayrim yigitlarimiz internetda qaysi hayvonni o'tiradilar ko'ramiz. Ana endi internetda sher bo'lgan bolalar hayotda nechik hayvon bo'ladi ko'ramiz. Apasa yanında it olgan bolalar, internetda sher olgan bolalar, hayotda qo'y olgan bolalar, demak sevgan qizini yanında nechik qiladi. Ko'ramiz. Albatta, hammangizni yana bir bora bayram bilan tabriklaymiz. Diplomat jamoasi sizni xizmatingizda bo'laveradi. Siz qo'llab-quvvatlashdan to'xtamang. Diplomat muxlislar jamoasi. Bu diplomat, qayg'uni o'ylamagan. Assalomu alaykum deymiz va siz sevgan BTV, Bulamuk TV kanali o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi. Demak, bizda birinchi ko'rsatuvimiz kuchli hit paradimizni e'lon qilamiz. Demak, mana shu gazdan va to'lovlardan qarz bo'lib kelgan odam nolasi. Marhamat. Gazdan mektup aldım şabbati varak. Davay karsın töller. Va hit paradimizni 5-o'rnida sevgan qizini uchrashuv va taklif etib, uni korpusini tegiga borgan bola nolasi. Marhamat. Alsan geledi Mısır'ın iyisi. Alsan geledi Mısır'ın iyisi. Anaşı görüngen yarının korpusu. Anaşı görüngen yarının korpusu. Şemeçmimi özüm çıkınmay. Beni kolamasın tuzik gürcesi. Beni kolamasın cümme dayısı. Toxtacan ayt kaçan aylanıp gelemiz. Toxtacan ayt kaçan aylanıp gelemiz. Ana endi davom qilamiz va hit paradimizni 4-o'rinda. Bozorga girsang ham eldinga chiqadun, Rasinter bozorga girsang ham eldinga chiqadun, Suma girsang ham eldingdan chiqadun, joningga deydigan odamlar. Ya'ni sigallara boshlagan qo'shiq. Marhamat. Her günü eldime çıkıp biz bop durar Cügi cügi 500 son versem kem dedi yine sorar Cügi 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 Ana endi hit paradimizni 3-o'rinda. Ko'chada sal antikara qizni ko'rib qolgan yigit nolasi. Marhamat. Geçen günü gürlen köçe yanında gözüm düştü
kolunda piveli kız Ötken günü gürlen köçe yanında Gözüm düştü kolunda piveli kız Ağzı dolu çörek diş ahvalında Bir cılmayıp korkuttu piveli kız Ağzı dolu çörek diş ahvalında Bir cılmayıp korkuttu piveli kız Hali endi hit paradimizning eng yuqori qismida kafeye borib hamma zakozni aytib turib shota yeganda sal cholashtiradigan og'alarimizda boshlanadigan ashula. Marhamat. Göç kordurıp kafede Tavuk zakaz etesen Göç kordurıp kafede Tavuk zakaz etesen Şotnu to'lab bilmasang ey İştana tush etesen Va endi biz hurmatli mehmonlar telekanalimizning ikkinchi shousini e'lon qilamiz. Ya'ni siz uchun siz sevgan KM show, ya'ni Kasha Masha showini boshlaymiz va mana shu showda ishtirok etuvchi bilimdonlarimizni bilimdonlik ringi markaziga taklif qilamiz. Marhamat, sizning guldiroz va davomiy qarsaklarimiz bilan bilimdonlarimiz davramiz markaziga taklif qilinadi. İştirakçılarımızdan tanıştırib o'tamiz. Birinchi ishtirokchimiz Rahmatullo Ramatov. O'yinimizning eng yosh a'zosi yaqindagina 41 yoshdan qarshi oldilar. Rahmatullo tug'ilgan vaqti akasi so'ngandan buni patologga 3 marta atgan. Shuni 2 martasida qopchib olgan. Bilinmaydi hozir ha? Yo'q, bilinmaydi, avval bilinadi. Hozir umuman bilinmaydi. Yo'q, bilinmaydi. Apa, manning ashab, ammo o'tir 41 sta manning ashab bo'laman. Sputnikga 2 odam, Vodnik 4 odam bormi? Ketamiz. Jamoamizning ikkinchi a'zosi, siz sevgan, siz bilgan bilimdon Sanjarbek Ismoilov. Sanjarbek Ismoilov mahoratli olim, kashfiyotchi. U 5 daqiqa ichida istagan bitta qizni ayolga aylantirib tashlaydi, yoxud sehrgar. Mana shu. Va jamoamizning yana bir a'zosi Aziz Ahmedov. Bugungi o'yindagi eng kuchli bilimdon, mahoratli professor, dotsent, mutaxassis Ergash Sabirov kelolmay qoldi, shuni o'rniga kelgan odam. Demak, Azizbek, marhamat, sizga birinchi shartda taklif etaman. Birinchi shartimiz qisqa savol-javoblar. Sizga 1 daqiqa beramiz. 1 daqiqaning ichida necha savolga javob berib bilsangiz, shuncha savolga javob bergan bo'lasiz. Tushunarlimi? Demak, vaqt ketdi. 202 quloq necha odamniki? 101. Yo'q, 202 quloq bir odamniki yetib oladi. Dunyoda eng ko'p tarqalgan mashhur so'z I love you. Yo'q, Made in China. Uchinchisi, tovuq qaldan paydo bo'lganmi, tuxummi? Tovuqxona. Правильно. Keyingi savolimiz, Telegramda qizlarimiz eng ko'p yozadigan so'z. To'ppa-to'g'ri degan so'z. Keyingi va oxirgi savolimiz, bu narsa Gitlerda kichkina, Chapayevda katta, qizlarda umuman yo'q. Menimcha sizdan yo'q. Sen noda tursan. Mo'ylovni aytib turibman, shuni bilib tursiz. Demak, keyingi shartimiz bo'yicha Sanjarbek Ismoilov. Sizdan savollar beramiz, musiqiy savollar. Qo'shiq to'xtagan yeridan o'zingiz davom ettirasiz. Bo'ldi, o'zimni bilgan yerimni aytsam bo'ldi. Havo. Bo'ldi. Marhamat qo'shiqlarimiz. PlayStation. Ava, shu vaqtdan hali hech kim mana bulbulning ovozini o'chir degani yo'q, sayrab turibdi. Do'stim, onang qariyapti. Tezroq uyning oldinga o'tir, bo'lmasa undan ham ko'rib qolasan. Opasi kelib, men o'za qishqirib yotdi-da. Minnataman, yura boraman, da problema to'g'ri kelsak bo'ladi-ku. Birinchi marta bordim. Doğrusu heyecanlandım.
Yürek düpürdü. Dayın egzamine hamma birinchi marta borganda hayajonlanadi. Va bizda keyingi shartimiz pantomima sharti bo'yicha Rahmatulloh Rahmatov marhamat taklif etamiz. Rahmatulloh, sizga ishi planshet o'xshigan qog'ozida yozilgan turlardan birini tanlaysiz. Shulardan birini aytib beraman. Demak, ovqat turlari, ayol turlari, sport turlari. Ayol turlarini tanla. Ovqat turlarini tanlayver. Sport turlari. Sport turlari. Demak, so'zlamay tushuntirib berasiz. Qaysi sport turlari ekan? Birinchi sport turimiz. Talpada urushib turgan bolam bu. Sport turi, qarang. Ha, palov yeb turgan student bu. Ya, kvartirada rol tiyib, palov ko'rmay ikki qo'llab yopishadi. To'g'ri, lekin Sport turlari, sport. ha, suzish. Suzish sport turi, правильно. Ikkinchisi. Sport qaysi? Ishdan ketib turgan bolam bu. Rangini qara, rangini. Shu hasad ketib turgan shu ishdonni. Diqqat bilan Sanjarbek, diqqat bilan o'zingiz javob bering, bilimdonsiz. Ha, erkak. Ha, mushik o'zim bola. Bas. Sanjarbek, sport turi, yordam beraman. Tog'da bo'ladi, tog'da. O'zimning ishim tog'da bo'ladi guruh. Bas. Diqqat bilan qarangina, oxirini qarang, ishoringni. Hoppa. Tog' shong'isi. Tog' chang'isi, правильно. Keyingi sport turi, marhamat. Qarang, oxirinacha qarang axir. Ana. Ha, bu Rossiyadagi shoshikchi bola bu. Sport turi, sport. Ha, Qarangina, Sanjarbek. Hoppa. Ha, bo'ldi. Avadu. Bo'ldi. Ming so'm bermang. Bo'ldi, yaxshi ekan. Men kechirman, tushunmayman. 200 so'mdan ekan. Stol tennis, ko'z turtki sharik bilan raketgan. Oxirgi sport turi, diqqat bilan qarang. Ammo sport turi bo'lmadi. Qarang, ina. Maqaram bu klubda o'ynab turgan bola emasmi bu? Klubda shunda o'ynayman bolalar. Bundan ham battar o'ynab olasiz klubda. Qarang sport turi. Ya naushim. Ha, ot. Odam. Ot bilan odam. Ot bilan odam? Qo'yuning bo'lishi mumkin emas, ey. Endi bo'lishi mumkin emas, har xil bolalar bor deyman. Qarang, naushi. Ha, ot bildik, he. Odam ustida, he. Ha, bu to'rt ekib batirgan otmi bu tuyoqlari bilan? Ha, keptalasiga o'ynab atgan bo'langlar. Yerni urib turgan ko'rashchi bu. O'lgan odam. O'lib qoldi bu. Hey! O'xshamadi lekin bu. Ishonaver, o'xshamadi Fontanima. Ha, nechun? Fontanimani itini men ko'rsataman, itini. Hay. Aziz Fontanima deyman, Aziz Fonta deyman shu. Bo'g'ay. Men liboy bir rolingni ayt, o'zim o'ynab beraman. Demak, pantomima ovozsiz ko'rsatiladigan sahna ko'rishi. Demak, yigit hojatxonadan chiqdi. Va sevgan qizini ko'rib qoldi. Va hojatdan chiqqani yodiga tushib ketdi. Sen Müslüman gülüp turmasan? Ha? Ben zaten oynab turma işe de rolunu. Men ham o'ynab bilaman. Sen kur nomer etib bilasan. Любой rolni o'ynaman. O'ynab bilasanmi? O'ynab bilaman. Göz. Asa qarshi olasizlar. Aziz muxlislar, Jasur Samirshdan qivizi tarixida bo'lmagan rol. Bizda demak, do'g'atirgan xotin. Ha? O'zingga rolni aytmama. Menga erkakning rolini ber. Mushikning rolini ber o'ynab beraman. Nima deyman lekin men? Erkakning rolini. Erkakning rolini. Mujikning rolini tayyorlasa. Demak, nomerimiz o'zgaradi. Bizda do'g'atirgan erkak. Ey, Usmonlar endi. Kurikching bilasizlar rollarni men ham bilaman, u Fantami, Santadellarni men ham bilaman. O'ynab bilasanmi? Ha, o'ynab bilaman. Bo'ldi. Normal yozbanglar lekin, ustimdan gulmanglar. Yo, usting tengdan gulamiz, mana bar. Demak, tilla tasavvurat, Ha. gul olibsan, gul. Yo, endi diplomat o'yinsan, ko'proq gul. 1000 roza gul. 1000.
Ko'tarilmaydi son. Og'ir. O'qdim og'ir. Ko'tarilmay qoldim, вообще. Hey, suv yerib beringlar mana. Demak aziz muxlislar, konsertimiz davom qiladi. Bizda navbatdagi bir Assalomu alaykum, anaqa bizga Toshkentga gapira oladigan odam kerak edi. Salom kedilar. Ey, mochaloq, bir joylaringiz tumaloq. Xayr. Ha, ko'zini, yuzini yetyapman tumaloq. O'rtoq, sen Toshkentcha gapirmagin. Navoiyga? Sen Toshkentcha gapirma, gapirsang sen yangishtirasan. Qachon men unday qildim? Boyoqida Mayli, bir marta imkoniyat bergin, yong'oqotdan urinib ko'ray. mayli urinib ko'r yangishtaqdan. Qizlar, alislar, ishlar timmitdaymi? Ha, eslab qopsizlar, so'rab qopsizlar. Paraxotchilikmi? Bizga shohadada o'yina manzili kerak, tushuntirib boringlar. Duxi yomoqchimisizlar? Matiramoqchi edi. Ha, haqiqatda bu qizlarga duxi kerak ekan. Yo'q, qastrolka duxiga yumtirish kerak bo'lardi. Mayli biz tushuntirib yuboramiz. Biz Urganchda eng jo'nqi, eng qo'g'ir bolalarimiz. O'zing qiyyor, g'ir-g'ir qilib. Xo'p, o'zim tushuntiraman, hozir eshonga chiqasizlar. Otiz bor. Otizda o'tsangizlar, poxsani tegi bilan jinnoqda yurasizlar. Xabardan bo'ling. Kecha Guldir momo chaqib yomg'ir yog'gan. Yo'llarimiz doyinjoq. Yana bolalar bilan doyinmojoq o'ynayman deb to'tarib tushmang. Ha, netmasa o'zim qizlarni toyintirib kelaman oporib. Nima deb boslar, tushuntirib gapiringlar, to'g'rimi sizlarga? Voy nimaga tushunmaysan? Rostirim, nimaga tushunmaysan? Do'ddimisan? Tushuntiryapman-ku, poxsani tegi bilan borasan, erganakka urilasan. Erganak? Zabor. Ha. Erganakda 10 bola qotsang solma bor. Solmadan sakrab to'g'ri yursang meni uyimda. O'sha meni uyimdagi yonboshidagi somon suvoqli joy mana buniki. Tushunmadimman. Siz menga shohadada o'yina manzilini aytmoqchi edingiz. Men unday deganim yo'q. Qachon men unday dedim? Menda bunday holat birinchi bo'lganda bo'lishi, men bilmayman. Voy, hozir aytdingiz-ku? Yo'q, men unday deganim yo'q. Balki men bu yetgandir, men bilmayman. Voy, rahmat, kerak emas, zo'r tushuntirdinglar. Ketyapsizlarmi? ketyapmiz. Xabardor bo'ling. Yo'llarimiz g'olting. Yana g'oltingga tushib, mashinangizni deljaga teshilib qolmasin. Ha, yana g'oltinga tushib, amortizatoriningizni amortizatori chiqib qolmasin tag'in. Bore. Hey. Mehmon bo'lsangiz, bir dilik kontoruz kesib beramiz. Shoppat non bilan. Qanaqa qo'pol qizlar bular, o'lgayman. Hey, o'rtoq Toshkentcha. Ha, vafot qilgayman.